qarindosh urug', aka uka, oshna og'ayni, ulfatlar. Shular sizlarni ketinglardan qarz bo'lib, yo bo'lmasam pullarini yechib olishiga sababchi bo'lib qolmanglar. Bugun mana hozir 2 soat oldin Telegramdan tarqalibdi-da, meni nomimdan pul so'rashibdi. Sinfdoshlarning gruppasiga, qarindoshlarning gruppasiga ketib qolganmi? O'rtoqlarim bir xillari sразу berib yuboribdi. Kartadan jo'natib yuboribdi-da. Bir xillari shubhalanib menga telefonga o'rtoq shunaqa bo'ldi. Keyin tezda men Telegramga kirib qilsam, Telegramga kira olmayapman. Bunichi mana shu xabarni xudo xolisa aka uka, oshna og'ayni, qarindosh urug'larning gruppalariga jo'natib qo'yinglar. Qilmanglar, ishonmanglar unaqa odamlarga. Men pulni o'zi so'ramayman-u. Endi meni nomimdan so'rabdi-da. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar.